Farg'onada shunaqa chiroyli fotosessiya qiladigan joy borligini bilarmidingiz? Sitora, bu fotosessiya qiladigan joy emas, bu lyustralar va dekoratsiyalar do'koni. Men fotosessiya qiladigan joy deb o'ylabman. Ammo undan ham o'tadi. Bu dekoratsiyalarni uylaringga qo'ysalar, borib o'zlaringni muzeyda yurgandek his qilasizlar. Shaxsan o'zim muzeyda yurgandek his qilyapman. Mardonbek, buni orqasi qani? Orqasi bu yoqda ekan. Vo, zamon rivojlanganini qaranglar. Yer sharini xohlasalar ham oyda patologga yopishtirib qo'ysalar ham bo'lar ekan. Eng zamonaviy va hashamatli lyustra va bralarning yuzlab turlari bor ekan. Sher aka, mana Sherxonni ofisingizga osib qo'ysangiz yomon turadi-da. Ammo Mardonbek kartinkalar ham yomon ekan. Ishonavering, nozik mehmonlaring bo'lsa, padarka qissalaring omma erib ketadi. Omma daraxtlarni ham haqiqiysi bilan bir qilib o'xshatishdi. Xullas, 1000 marta eshitgandan bir marta kelib ko'rgan yaxshi. Do'kondagi deyarli barcha narsalar Xitoy davlatidan keltiriladi. Birinchi qo'l bo'lgani uchun narsalarni optin narxda xarid qilishingiz mumkin. Luxury Lighting do'konimizda barchalaringni kutamiz. Manzil Farg'ona shahar Polsha bozorida murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'langlar. Dastlabki xizmatlari ham bor ekan. Bu videoni shaqqa kelmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Kelaveradilar akaxon.